Kim bor? Yordam beringlar. Farzandim o'lib qoladi. Yordam bering. Sekinroq, namuncha baqir-chaqir qilasiz. Siz bolangizdan boshqa kasal yo'qmi? Hozir qizim o'lib qoladi. Shuna qizimga qarang. Yo, oldin to'lov qiling, keyin qaraymiz. Hozir pulim qolib ketgan. Telefonim bor. Telefonimni zalofga qo'yib Sizda qalay ko'p cho'rinib yotganingizni qarang. Oxirida ehson qilaveringlar deb ketaverasizlar. Ana kassa borib to'lov qilib oldim. to'lov qilaman, bo'lmasaydi. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'mat, yo'qmi inson qiymat? Dunyo Bolam, meni kechir. Kambag'alligim uchun meni kechir, bolam. yo'qmi inson qiymat? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyo. Voy, assalomu alaykum. Nima bo'ldi bu qizga? Alaykum assalom. Mana endi bular kelishadi, bular qaramaysizlarmi? Yo'q, bular oldin kassaga to'lov qilishlari kerak. Bu yangimisan deyman. Bularga qaramay qo'yasizlar, tashqi ko'rinishga. Sotuvda badan, tavba qil qo'rq Alloh taftidan. Bu pul inson qadridan ustun emas, tushundingmi? Do'stim, ham pulni oling. Yo'q, kerak emas aka. Pul qo'lga kira. Bugun menda bor, ertaga sizda ham bo'ladi. Yoki sizni hozirgi holatingiz bir kun kelib menda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir buni olib, yaxshi kuningizga ishlating. Texnosity firmasi nomidan sizga ehson bu. Chin yurakdan. Rahmat. Sen bugundan boshlab ishdan bo'shading, tushundingmi? Senda kerak joyi yo'q bo'ldi. Men bu xo'jayin ukasi bo'laman. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati?